Assalamu alaykum ekran oldidagi aziz ko'ruvchilar. UNTV'ning Uyg'urcha universal kanali orqali sizlar bilan yuz ko'rishib turayotganligimizdan to'liq xursandmiz. O'zimizning rangdor sahiflarimiz orqali sizlar uchun xizmatda bo'lishni, o'zimizning baxti, ta'li, xushalliqi deb bilamiz. Sirdosh do'stingiz Hadicha Uyg'urdan hammangizlarga mehri muhabbatlik salom. Biz bugun oila degan yangi sahifani yo'l qo'ydik. Oila degan gapni shunday tilga ilishimiz bilan ko'z oldimizga ota-onalardan, bolalardan tarkib topgan bir oila keladi. Oila hisobda bizning yuksak demokratiya o'rnimizdir. Chunki biz oilamizda xohlaganimizni qila olamiz, xohlaganimizni deya olamiz, xohlagancha yashay olamiz. Shunday bir erkinlik bo'lgan vaqtda ota-onalar va ayollarning, bolalarning o'rtasidagi mehr muhabbat kuchaydi. Biz oilada ota-onalar bolalarga nima bera oldik? Bolalar ota-onalarga nima taqdim qila oldik? Bular haqida tushunchaga ega bo'lish uchun biz bu sahifani yo'l qo'ymoqchi. Boshqa ko'rgan ota-onalarning bizga yaqindan moslashib, bu sahifamizga davomli qo'llab chiqib berishini umid qilamiz. Bugun biz Abida Nasrin ailesini alayda taklif qildik. Assalomu alaykum Abida, qanday ahvolingiz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, qanday o'zingizni yaxshi tutdingizmi? Bu omoqlarni suhbatimizga kelganligingizdan xush bo'ldim. Rahmat, bizmi xush bo'ldik. Men ko'pchilikka Abidani qisqacha tunishtiray. Necha oyning oldida Turna degan bir she'rlar to'plami chiqdi. Hozir o'zi Hira ma'rifida antil o'qituvchisi bo'lib ishlayotdi. Endi bu omoqlar o'zlarini tunishtirib etsin. Oldi bilan cho'ngdan kelaylik. Ismingiz? Nazira Abdulaziz. Qancha yoshga kirdingiz? 11 yoshga kirdim. Hozir qanchinchilikda qaysi maktabda o'qiyapsiz? Hira boshlang'ich maktab 3-yillikda o'qiyapman. Sizchi? Ismingiz? Mening ismim Nasiba. 9 yoshga kirdim. Hira boshlang'ich maktabida 3-yillikda o'qiyman. Voy, ikkingizda 1 yillikdami? Bir sinfdami ya? Bir sinfda o'qiymiz. Ha, juda yaxshi. Sizlardan so'rab baqsam, oilada uy ishlarini bir-biringizga taqsim qilib olganmi? Masalan, meni men qilay, sen meni qil deb, masalan, opangizga tamoq etgan vaqtida yordamlashadigan bunday ishlarda. Masalan, uy qalaymi-qalashib kelsa, andan keyin Nasiba ukamga siz men o'yni qiling, men o'yni qilay deb ishta qilgan. Ikki uyni taqsimlab, biringizlar bir uydan tozaysizlar, shundaymi? Opangiz tamoq etganda-chi yordamlashamsizlar? Barchaga yordamlashmaymiz. Sizchi, siz nima ishlar qilishni yaxshi ko'rasiz uyda? Men Uy ishidan qaysi ishni yaxshi ko'rib qolsiz? uy ishida supurishni yaxshi ko'raman. Uy supurishni yaxshi ko'rasiz. Bir narsa so'ray. Uyda bir televizor bor, bir kompyuter bor. Shundaq-ku. Siz bir qo'nchoq ko'ryapsiz, siz boshqa bir qo'nchoq ko'rmoqchi. Shundaq vaqtda shu masalani qanday hal qilasizlar? Men boshda ko'rib bo'lgandan keyin Nazira boshda ko'rib, navbatdan Ya siz boshda ko'rib bo'lsangiz, uni keyin Nazira ko'rdi. Ya Nazira ko'rib bo'ldi, uni keyin siz ko'rsiz. Bu jarayonda talishib, yiqib qolmaysizlar, shundaymi? Uni keyin masalan, yaxshi ko'radigan bir yemeklik keldi. Uni bir tal deb o'ylaylik. Ashta vaqtida uni qanday bir taraf qilsizlar? O'tirdim parchalab birsini Nazira edi, birsini men. Nima yaxshi. Sizdan so'rasam, bolalarga ba'zida biroz o'zinki o'yin tomoshalari bilan bo'lib ketib, biz topshiriq shaklga sal qaraydigan va yoki uylarini qalaymiqan tutadigan bir ishlar bo'ldi. Shundaq vaqtlarda siz qanday pozitsiyada bo'lsiz? Bunday vaqtlarda bolalarda tabiiy sodir bo'ldi, ya'ni topshiriqni qanday vaqtda ishlash kerakligini unutgan holat, o'yinni shekilga qo'shilgan ishlar bo'lib qoldi.
yoki o'zininki kundalik tartibidan biroq chiqib ketib, uylanib qalayimqan qilib qo'ygan ishlar bo'lib qoldi. Bunday ahvol ostida men faqat o'zimniki chiroy ifodasi orqali muomala qilaman. Bularga men uyni qalayimqan qilib o'tibsiz yoki topshiriq ishlamabsiz-ku degan bu shaklda so'ramayman. Topshiriqingizni ishlab bo'ldingizmi desamlar, o'zining topshiriqni ishlab bo'lmaganlik esi kelib, topshiriqni ishlashga tutish qildi. Uylar qalayimqan bo'lib ketgan sharoitda men uyga kiribla u yoq bu yoqqa toza aylantirib ko'zimni bir qarab o'taman. Shuning bilan uyning radsizlik bo'lib ketganligini o'zi his qilib, uyni ratlashga tushib, ratlab ketadi. Shu shaklda. Demek özlerini soraydı ekende. Bunlar sizin çırağı bayağınız qarab, men demek çıkkaliginizni bildikken. Demek ünsüz karanlış dikeniz. Bilaleydi. Közümge qarab, nem demekçi bo'lganimni bilib oldi. Bo'libmi kichikroq bilib oldi. Sizler ailede apаңızlarning qaysi iş hareketlerini en yaxshi ko'rsangiz, en size yoqtiradigan hareketi nima ailədəki? Men sizlarga qilib bergan ishlardan qaysi ishlarni bakrak yaxshi ko'rsizlar? Masalan, biz har kuni yashash jarayonida men sizlarga ba'zida tamoq etib beraman, ba'zida kitob o'qib beraman, ba'zi sizlarni akiltaman, ba'zida tarbiya qilaman, ba'zida birga o'ynayman. Har xil faoliyatlar bo'ldi, shundami? Shu faoliyatlardan qaysini bak yaxshi ko'rsiz deydi opash. Ha, dana. Apam men bilan paranglashgan yaxshi ko'rmaydi. Men bilan paranglashishni yaxshi ko'rmaydi. Nima yaxshi ko'rsiz paranglashishni? Qanday paranglarni qildik esingizda bormi? Yaxshi ko'rgan paranglarni eslab bering opashqa. Masalan, kichik vaqtimda nima qilganimni so'rayman. Apam döpəgən çalanda qiziqaman. Köpüncə balalar şuna bir qiziqib kichik vaqtda. Onun keyin 3-4 yaşıq balalarla çox yaqıldırırsınız. Mən kichik vaqtda bunda qilgan deb gap qilishlar var. Haqiqatan. Mendan davomli so'raydi. Men kichik vaqtimda qanday etdim? Men umaqmidim? Men nima ishlarni qilgan? Qanday ishlarni qilsam siz mendan xafa bo'lib qoldingiz degandek savollarni so'raydi. Deb bersam, yana tekrar so'raydi. Masalan, deb bo'lgan bir ishnimi, yana qaytadan burun mushta ish yopdikan opa, aşağıda qanday bo'lgan deb yana qaytalab so'raydi. Demak, balalar shu balaligida o'zi bir bala turib, o'zining yashab bo'lgan hayotidagi ilgirki hayotidagi ishlarni bir aslab beqishni, anglashni bek yaxshi ko'rdi ekan. Men shuni his qildim. Anağı sizden yani yaxshi ko'rgan demişler mesela apаңızdan keyin ishlarni qilishni yaxshi ko'rsiz. Mesela apam bilan paranglashsam qaysida to'ylab ketadi. Qaysi temalar jiqroq paranglashsiz? Apam bitta qo'nishliq hikoya aytib bergandi, o'tgan ishni bir rasmlab olgandik. Ishini aytib bergandi, ishini yoqtirgan. Mesela apаңızdan bazar aylanishni yaxshi ko'ramsizlar? Baza aylanğanlıq mesela apаңız öz yaxşı görgən nərsəni qaraq gördüb, tanlab, qısa sizəni işçinizə püşüb, macət tuturup, apam nə qıldığını ilə onu tutub, ilə onu tutub. Onun karı bu mu dedi, gələn oylab baxdığınızdan bu. Ben oylab baxan. Mesela bir dukan kirgan çağda ben bana apirinsem, yoqdaydı, özüge bir nəs aldı, anarken apam üzgünümdə bir nəs elib bana iştim, öpəməydi de xafılab qalmaya. Bundan. Sizge bir nəslərini öpədim mi, öpəmədim mi? Öpədim. Yani şu vaxtda da apаңız hazır ki sizge nurgulagan nərsəni öpəgən bolsunmu? Gerçi şu vaxt sizi yaxşı görgən nərsəni öpəməyən üçün könlünüz oturup qapdı da. Kapıma mən keçirim sorayım. Aldı ben kızım sizin yaptığınız değil mi? Sizinkini öpürüp özendikini göreyiniz. Şunda qısam bulğan şeydə. Yani gene apаңızlarla sayahatga borgan vaqtlaringiz esingizda bormi? Meyli İstanbul'da bolsun, meyli burun siz aytdıq Misir'de yaşayan bu. Misir'de bolsun, işte sayahat çıqaylar esingizda bormi? Ha, canım? Hayvanat bahçesiga borgan. Aşağıda bir dal tuz batdi, uni quyruq batdi, angin qizvoninki ichinmay, o'g'alniki ichilgan choq, o'g'alninkini pek chiroyli deb istadi degan. Angin maymunlar batdi. Sizin isminiz var mı? Numusa faqat hayvanat bahçesi bağın isimli var.
Başkası. İlaqa tavsiye etsangiz kelmiş. Bu qancha yaş vaqt deydi? O vaqtda shu kichik qizimning 4 yosh vaqtlari, cho'nginiki shu 6 yoshga kiray deb qolgan vaqtlari. Ha, 4 yaş olgan Kichik vaqtlari. Başda yaxshi ifodalab berdi benim qizingiz. O'g'il to'zning qantlari ichilikka chiroyli deb. Shu to'zninki qash qanotini ochadiğini erkek bo'lganlik to'g'riliq bir ma'lumot o'qib berdim men bir kitobdan. Shu faqat idisidan o'tmay bekisida qoldim. Chunki bu qanotlarni chiroyli ochgandan keyin o cho'qim qiz to'z deb o'ylaydi ekanda. Bu nimishqa qanotini ochadiğini o'g'il bo'ldi deb hozirgacha idisidan o'tmaydi, bek tili so'raydi. Men ishongim kelmaydi deb. Shu qarang. Men o bir ideyimde ötmeye ikkincisiga şir var o. Şirning mo'yliqi bu yoyillar bek chiroyli bu. Cho'qim iliq yoylisi va ayol bo'ldi deb o'ylaydim men kichik vaqtimda. Chunki uning go'zalligi shu yoylisida. Keyin qarsam erkak shirning yoylisi var ekan, ayol shir tozdek bo'lgan. Shu meni vaqti ideyimde o'tgan. O'zbasisi shu mening bosh ideyimde o'tmay necha yondirib so'raganman. Bu tova. Erkek tozun qanday chidamdi ekan? Uyimda tish tozu ichilmaydi. Bizning nazarimizda ayollar rangdorlik bo'lgan keyin hayvonlarning mush go'zallari tishi bo'ldi deb o'ylab oldik-miz. Shu qizning Hatta men kichik qizim mendan shunda so'ragan, kipinaklarning o'g'il bolasi bo'lamdi debchi. Kipinakning tishi erkaki bo'lamdi deb. Har qanday hasharat bo'lsin, hayvon bo'lsin, tishi erkaki bo'ldi deb tushundirsam, kipinakning shunda bo'lamdi deb. Bo'ldi desam, shunda chiroyli ekan, qizib oldi ekan kipinaklar deydi. Yaxshi bir gapni anglab oldik bo'ladi. Kichik vaqtlarimizni eslab oldik. Shifonida sizlar orqali. Önkenden sizlerning opingiz shundoq maqtanib deb bergandi, antil saviyasida pek yaxshi bolalarim, kitoblar shuni ravo o'qiydi, o'z oldiga eziqchilik bilan shug'ullandi deb qaysi kitoblarni o'qidingizlar? Siyratni o'qidim. Siyrat annikin unda bir kitoblar bo'ldi, vatan bilan aloqaliq. Tufon deb qoldim. İşte kim kitapdan annikin işte kitapni o'qidim. Ha, sizchi? Men jo'q kitap. Kitap o'qiyapsiz? O'yinlarni yaxshi ko'rdim. Ha, shu amadamning o'zi xos qiziqish bor. Hamma bolalar kitob o'qiyvermaydi, hamma bolalar rasm chizmaydi, hamma bolalar naqsh aytamaydi, shundaymi? Hamma bolalar she'r yozamaydi degandek. Hammasining o'zi xos qiziqishi bor bo'ldi. Nima sizning qiziqishingiz nima? Hem naqsh aytishni yaxshi ko'raman, hem rasm chizishni yaxshi ko'raman. Andan keyin bu narsalardan yasashni yaxshi ko'raman. Ha, sizning qiziqishlaringiz jiqqa, sizga rasmlaringiz bormi? Uyda ağaçga sotdik. Ağaçga sotdik. Bek chiroyli sizdi rasmlari. Masalan, bir narsa yasashni yaxshi ko'rib, nimalarni yasab baqdingiz? Vaqtim biraz qiz yasab baqqan. Yasagan narsalarni kinodan ko'rib yasayman. YouTube'dan ko'rib demakchi. Lekin bu vaqtim opamga gul yasab bergandim. Nima materialdan yasadingiz? Qog'ozdan varaqdan yasadim. Xemirdan yasab berdingizmi bolam? Xemirdan gul yasab bergandim. Qaysi kun yasab berdingiz? Papatya yasab bergandim. Papatya gul yasab berdingizmi? Papatya gülü deganligi bizdeki Baliz gülü degan shu. Mush qizimni hozir shu chichiq qisib olgan lentisindagi gulni papatya deydi, turkcha. Men bek yaxshi ko'raman bu gulni. Ajoyib bek yaxshi ko'raman. Papatya gül yasab bergandim. Bu qizim doimo shu papatya gulini sizib, papatya gulininki munosabatlik ashunaq qo'lda yasab bir narsalarni, ashuna sovuq qo'l opam yaxshi ko'rdi debchi. Biz maktabga Ecep heves qilib ketdimi sizga? Menga bir narsa sovg'at qilib qo'ysizmi? Xo'sh, ketdim. Vatan deyman. Maktabga borgan chog'da papatyalarni ko'rib, ankin opamga berman. Yo'lda nerede shu gulni ko'rsan, mashina uzib, mana sovuq qildi. Siz yaxshi ko'rsiz, apa deb faqat unutib qolmaydi. Nerede ko'rsiz shuni, shu boshqa yerlarda bo'lsin, shu somkasi qilsab, yupurmoqlari purilishib ketgan, o'sha oldida akillab, mana sovuq qildim, shuni sizga g'ash keldim deb. Benimda yaxshi, oila bir-biringlarga shundoq
bir narsa suvat qilishib, xo'shalik ato qilib, siz bularga hikoya jo'jak aytib, bular siz yaxshi ko'rgan narsalaringizni akab berib, shular orqali xushal qildik-a, mana ko'ngillik oila bu. Ko'ngillik emasmi balam oilamiz, haqiqatan ko'ngillik-a. Birga o'ynaymiz, paranglashamiz, darslarni birga ishlaymiz. Ba'zida do'stim bo'ldi, ba'zida hatto apam dadamdek his qilib ketaman, birini apam, birini dadamdek. Shunchalik qizal bo'lgandan keyin shunda ko'ngil tushundi. Masalan, ko'nglim yerim bo'lib qolsa, "Voy, apa, nimaga ko'nglingiz yerim bo'ldi?" deb ba'zida gap qilmasam, faraz qilib, "Aniga yerim bo'ldimi, maniga yerim bo'ldimi?" deb masalan. Ag'rib qolsam, atrofimda shundaq parvan bo'lib ketdi. Naringizni tutib qo'yay, dori akab beraymi deb shu qadar amdi. Shundaq kuyimchan bu qizlarim. Shu munosabat bilan rahmat aytaman ikki qizimga. Rahmat sizlarga. Rahmat aytaman qizlarga. Anikinchi apamning ishlar qasmini tutib qo'yman. Anikin o'ngishilib qoldi. Siz tutib qo'yganligingiz uchun tez o'ngishilib qoldi ekan chuqum. Chunki uning sizning degan bolalik muhabbatingiz singan. Balkim shu bek tez saqayib ketishi mumkin. Shundaymi? Chunki duo qilib turib tutib qo'ydi ama shundaq duoni ko'p qildi bu qizlarim menga. Har bir ish qilmoqchi bo'lsam, bu qizlarim duo qilishga bek ko'nik. Endi shaxsan men bu o'zimga bek ahamiyat berdim burundan duo qilishga. Balkim maxsus bu bolalarga o'rgatmadim yo'q, lekin bir oila bo'lgandan keyin singdi ekan-ku. Shu bolalarimni hatto topshiriq ishlash bo'lsin yoki o'zi xohlagan bir ishlar bo'lsin yoki mening bir ishni ular qilib berishimni umid qilsin. Shuning uchun duo qildik masalan. Biz mana ishni duo qilgandik, siz bizga qilib berdingiz degandekchi. Bishimni tutib qo'yma deganda shu munosabat bilan davatman. Shundaq deydi, o'zi yaxshi bo'lib qoldim balam desam, men chunki duo qilib turib tutib qo'ygandim apa bishingizni deb. Shundaymi? Men bir qitim opamga Pekçik kiyimleri bolsun dep Allah'a dua qilgandim. Pekçik kiyimleri bolup chiqib tushib ketdi. Mana deydi apa, sizning jiq kiyimlaringiz bo'lsa, iliq birga bozor aylansak, u kiyimni olsangiz, apa bu kiyimni olsangiz bek chiroyli deb men bek jiq tavsiya qildim. Endi balalarning xiyolidagi bo'yicha biz ham ishni qilib bo'lmaymiz endi. Ba'zi o'zimizning kiygimiz bo'lsin-mi bir oilada davomli kiyib bo'lmaymiz. Shu bu qizim Ramazon to'g'riliq bir kun paranglashib qoldik. Ramazonda duolarni ijobat bo'lganlik to'g'riliq duolaringlar bo'lsa Ramazonni ko'proq qilinglar qizim deb. Shunda dedim. Shundan keyin qizim shu Ramazonda qanday duolarni qildingiz deb keyingi arliqda yana bir parang arsida so'rsam, men opamga bakchiq kiyimlarni bergin, bak chiroyli kiyimlarni bergin, opamning chiroyli kiyimlari bo'lsin, opam chiroyli kiyinib yursin. Mening ashta opamning chiroyli kiyimlari bo'lishini xohlayman degandim. Siz rost degandek men yetdi chiroyli ko'ylaklarni oldingiz, opa, xush bo'lib ketdim deb shunday dedi. Ashta qilgan shu bolachilik opasining chiroyli yurishini, har zaman xushxo'y bo'lishini, mesela ailede kırımlar bilen nima holat emas. Her zaman ashta yurishini aniq televizorlardagi dağınlıq artistlarga qiyos qilib tasavvur qildik. Opam ashunda kiysa, meni opam ashunda chiroyli bo'lsa, meni opam ashunda yozsa deb bularning nazarida onasining bütün ayollar eng mukammal, eng go'zal ayol bo'lishini xohlaydi. Va unda hissiyotlarni men kichik vaqtimda qizim orqali his qildim. Hozirim ham shunda. Mesela oilada azroq bir kayfiyatlarim bir qanday bo'lib qolsa yoki o'zimni azroq bir qo'yib olsam, "Yo'pa, nima bo'ldi? Men yaqinda yuzingizni ostirmadingizmi? Nima bu? Qarang" deb yuzerimni tutib ketdi. Undaqchi qarang, nima bo'lib qopti? Azroq xunuk bo'lib qopti yoki bundaq kiyinsam qarab, "Opa, mana uni ani kiygan, ani qilgan" deb deganda o'zini bir yoq qo'yib qo'ygan qizimning yeshiga qo'yasindigan yeshi. O'zini o'ylashmay meni o'ylab ketdi. Abi meniqi duo degantingiz, yana bir qizimni eslab olay, men mush bani oilam bor. Sizni anglaylik, qizingizni eslamasini. 4-chi sinfmi, 4-chi sinfmi, 5-chi sinf bir vaqti. Shu Urumchi bo'yicha barliq boshlang'ich maktablarda bir tutash bir imtihonlar ilinadi-ku, maktabda ara musobaqa bo'ladi. Shu imtihonga necha kun qolgan vaqt ekan-ku, o qizim bir kunda yog'liqni keyin chikatida deganda. Bu odat yog'liq chekmaydi, maktab yog'liq chekib qo'ymaydi-ku. Ham vaqtlarda qanday bek qo'ymaydigan vaqtlar emas, ham chekib ketmaydigan vaqtlar. Chiqib qizim bugun o'zi yechamlik bir yog'liq chiqish havas qilib qolgan o'xshaydi, deb yog'liq chekib oldi deb ashta qilib o'yladim. Onun kendini tushdi keldi, tushdinki evde desem yani çekti, onu ertesi yani çekti, hayran kaldım da bu neymiş toxtuma yağlık çekip aldı da şunu sordum. Kızım ne oldu siz doyuksuz yağlık çekip aldınız desem
Opa bizce ürümçi boyunca bir tutaş imtihan katlaşımız. Şu septik kızlar hemimiz yağlık civatımız Xudayımdan tilla. Biz mektep ürümçi boyunca birinci bulaylı der. Şu yağlık cigem Xudayımdan tilla. Deydi qara. Aş an varken Allah yıkılasak bizni imtihanı ötküzüp koydu degende küçük balca. Şu hazır boş ikisinin duası şu nes isim geldi. Dua degen bana güzel işte dua kılsak oldu şu nesge erişiyotgandek. Aş nesimiz hal bulatqanda hissiyatımız əməliyyatda bulundu. Çin yüreğimizin ixlasımızla dua icabet buldu. Ona sizin için yüreğinizde dua qıtkensiz apağınıza yetecek kiyimleri bab oldu. Yani qanday dualarınla icabet buldu? Dua qılıp apağınızı tutup koyup dikensiz saqayıptı. Nem degen güzel xislet bu. Onunki ben apamınki lider buluştu halim. Aşnağı dua qılamiz, lider buluşunu qalab. Xudayım buyursa şunda bolğay apağınız danlıq ayal bu ketkeya. Ben bilmeydiken ben lider buluşumunu xalaydığımda ya. Bu çoğun kızım kitabını bek okuydu. Bay konkret dep beremedi kitaplarının ismini. Ama az bolğan çağdım şu bir yılın içinde şu 60-70 baş kitap koydu bir yılda emdi. Bəzi çağda emdilik ben boldu kızım emdesel asıra okuğun dep toxutup koymam. El düşen son eliqi tügütüşü şunda bir kızgınlığı var. Lakin bu balalaylık okuğan seri məlumat bu şekillenip mağdike demal bir nəsin düşenmegende qıqamlar. Şu anlıqı bəzi vaqtlarda ben kitap əp berip oğucuğan arlıqda ben sizin kitaplarınızdan qaysını okup tursam buldu dep aşunda sorap okup durdu. Onundan başqa hamda bəzi çağlarda dini materiallarını okuydu. Hamda ben özüm əpəyən dini ballar xas dini oquşluqlarımı var. İman keltirishdan başlap dini aqida uqumlarimiz bayon qilingan bo'lgandan elhamdülillah eng bir xo'sh bo'lgan tarafim mening qizlarimda bir Allohdan qo'rqish tuyg'usi bor, haqiqatan bor. Yana bir xo'sh bo'lgan tarafim yolg'on so'zlamaydi. Yolg'on so'zlab qolsa agarda o'zligidan hamda 2 qitim yoki 3 qitim bo'lib boqqanda mush qizlarim bilan bo'lgan jarayonda shu yolg'on so'zlab o'zi deydi-ku, "Apa meni kechiring. Ben yağan sözlep kaldım. Ben fakat dilikki qabul qılamadım dep şunda boldu-ku nasibe. Apa men yağan sözlesem bek bir yaram bo'lib ketadigan meni kechirdim. Men yaş gapni yağan dep qolgandim debchi. Demek hamda mening bu yerda demoqchi bo'lganim, bu qizlarliqi qizim bo'lib ashna bir narsa bo'lgan ekan, jannatni arzu qilish, undan keyin gunohdan qo'rqish tuyg'usi degan narsalar bu Allohni yaxshi ko'rishdan shakllangan. Bu hargiz maxsus bu do'zax andaq, jannat mandaq degan bir xil qo'rqitish xarakterlik yoki bo'lmasa jannat mandaq deb g'oyiviy bir narsaga qiziqtirish xarakterliklar bo'lmasdan vujudidan bir chiqqan. Chunki men bu bolalarim bilan paranglashgan vaqtimda mening eng bak umid qildig'im qizlarimdan eng avval bir Allohdan haqiqiy qo'rqadigan bir insoniy fazilatga ega bir qizlar bo'lishini xohlayman. Undan keyin yana biri shuhratparastlikdan riyoxo'rlikdan xoli, chin pishiq insoniyatga bir haqiqiy xizmat qila oladigan. Ashundoq bir odam bo'lsa umid qilman. Unda bo'lgan ekan, men ruhini tarbiyalashga, ruhiy jihatini tarbiyalashga bekrak ahamiyat berman. Farang jarayonlarida mu masalan bularga Allah'nınki qandaq ne'matlarni ato qilganligi masalan ularga. Nima uchun bizning Allohga bo'ysunish majburiyatimiz bor degandek temalarda bularning ideyasini shu yerga yetaklaydigan mazmunlarni asta tadrijiy so'ndirmay. Hargiz maxsus bir kitob o'qib berib, bunda bo'lganlik uchun chuqur qo'rqishimiz kerak. Bundaq demayman. Chunki suyunish ichida yiqilashtirmay. Undaq bo'lgandan keyin tabiiy holatda garchi kichik bo'lsa-mu, men hozir qadar bolam namoz vaqti bo'ldi deb askartib, nima o'qimadingiz deb ranjib qolmayman. Men namoz o'qiydigan vaqtimda endi chuqur o'qishingiz kerak, o'qimasangiz bo'lmaydi deb baxmadim. Men tushundirdim. Siz 7 yoshdan başlap o'qishingiz kerak. Mau yoshga kelgan chaqda o'qimasangiz qat'iy bo'lmaydi, lekin 7 yoshdan tortib o'qishni boshlashingiz kerak degan tushunchani bergandan keyin o'zligidan namozni boshladi. Bu o'moqlar bilan shunday ko'ngilli paranglashib oldik. Kichik bolalar ichidagi narsani erkin narsada aslında ko'ngilli ko'proq yaxshi ko'rmak, kichiklardan o'g'lishni endi opangizlar bilan paranglashaya. Bu turna degan she'rlar to'plamini yezishingizdagi sababni azroq bir sharhlab bersangiz. Bo'ladi. Endi hozir
bu Tunu degan kitobni yozishingizdagi sabab deb so'rab qoldingiz. Bu ichidagilar butunlay she'rlardan tarkib topgan bir to'plam. Men buni maxsus kitob qilib yozib chiqaray deb o'tirib yozgan kitob emas. Masalan, ma'lum romanlar, ma'lum asarlar, masalan, ma'lum maqola degandek janrdagi adabiy janrga tava asarlar muayyan bir maqsad bilan avval yozildi, shundaymi, tayyorlanib. Ammo bu meningki bu to'plamimdagi butun she'rlar o'zimninki ilhomim kelgan vaqtida yozgan, necha yildan buyon yozgan she'rlarimdan tanlab bir tüplab bir kitob shakliga keltirib qo'yganligim hisoblandi. Endi buni nima uchun bir nashr qildirmoqchi bo'lib qoldingiz degan savolni so'rasangiz agarda, meningki shaxsan o'zimninki bir kitob nashr qildirish niyatim faqat yo'q edi. 2018-yili Dünya Uyg'ur Yozuvchilar uyushmasi qurildi. Shu uyushma qurilgandan keyin men bu uyushmaga a'zo bo'lib kirdim. Undan keyin bu uyushmaga a'zo bo'lgandan keyin shu yerdagi yozuvchi shoirlarninki ma'lum fikrlarga, ma'lum ta'sirlarga men uchirdim, o'zaro o'rtoqlashib keldik adabiyot nuqtasidan. Bu shu jarayonda mening shu to'plamni chiqarishim keraklik to'g'riliq bir necha shu yozuvchilar uyushmamizdagi bir necha qarindoshlarimiz, akalarimday hamda shular sabab bo'lib qoldi. Bulardan biri hamda Mutallib Saydullo akamiz Dengizning aytqanlari degan kitobninki muallifi, Shikkibosh, Shikki ko'z degan kitobning muallifi. Shu akamiz menga siz haqiqatan she'rni yaxshi yozdi ekansiz ukam. Sizda bir she'riy tuyg'u, bir she'riy ilminut bor. Bunday bo'lgandan keyin siz bir to'plam chiqarsangiz, shu chiqargan to'plamingiz bir iz bo'lib qolib qoladi, bir asar qolsa sizdan bu endi shunday niyati bor, yoshlarga ulgu bo'ldi deb men izchil mush tashabbusni qilib keldim. Shuning bilan men endi mayli shunday qilsammi, bulamdi nima degan o'yga kelib, yana kaynak surib turaverdim. Shu arliqlarda shu to'plamni chiqarsak bo'ldi. Hozir bizningki qo'limizga bir qalam olganimizning o'zi Uyg'ur tilida bir qur bo'lsin narsa yozganimizning o'zi bir inqilob bo'ldi deb mana shunday xilqi amaliy real nuqtadan meni ilhomlantirib qildi. Shuning bilan men shuna qilay undaqda degan maqsad bilan men necha yildan buyon yozgan she'rlarimni bir yerga akilib, ratlab, to'plab nashr qildirdim. Endi buningda Dünya Uyg'ur Yozuvchilar uyushmasi nashrga tayyorladi. Uyg'ur Yar fondininki meni qo'lladi. Bu kitobninki iqtisodiy jihatdan yo'riqlikqa chiqishiga Uyg'ur Yar fondi qo'llab qo'yildi. Undan keyin shoir Abdulla Xabir Arkan degan qarindoshimiz kitobimninki tahrirligini qilib berdi. Shunday bo'lib shu bir cho'qim kitob chiqarmayman degan bir niyat bo'lmaylam, bilib bilmaylam. Ashta bo'lib qoldi. Boshqalarni qo'llab qo'yatilishi bilan vujudga chiqib qoldi. Andan keyin hamda men hamda shu kitobimni yo'riqlikqa chiqargan ish bo'lgan vaqtida keyin o'yladim, bu kitobimni men dadamga bag'ishlay debchi. Dadamga bag'ishlay deb, chunki burundan adabiyotga bo'lgan qiziqishim, ma'visim yuksak hamda shunday holatda ham o'zimning o'ylaqim adabiy jihatda boshqa qiziqishlarim qaraganda adabiy jihatdagi bir qiziqishim va ortiqchiligim biroz yaxshi deb qaraydim burundan. Shu vatandimi mayli she'r bo'lsin, mayli maqola bo'lsin, kuchim yetganicha shunday o'zimning shunchalik saviyamga asosan kichik vaqtlarim hamda yozib turatdim. Ba'zi asarlarim jurnallarda e'lon qilinib turadi. Mushtaq chaqlarda dadamninki shunchalik xushal bo'lib ketganini ko'rdim. Mendan bakrak xush bo'lib, voy qizimning ma asari chiqibdi, ma maqolasi e'lon qilinibdi deb tuqqanlarga ko'z tib, qo'lim qo'shnilarga deb ashnaqa xush bo'lib ketdi. Unda bo'lgandan keyin dadamning gapini qilib biroz Hepimiz görüşmek nasip olsun. Şu an dadamga bag'ishlaydi deb o'yladim, chunki dadamning intan xushal bo'lib ketganligini men his qila olaman. Shu an dadamga bag'ishladim. Bu kitobimniki nashr qilinib yo'riqlikqa chiqqan edim. Bakrak men bu kitobimni men bir dadamga bag'ishladim. Dadam uchun men bir narsa Dadamga bir narsa bag'ishlab men
qaldıra aldım degan bir xil tuyg'u bilan men o'zim xushal bo'ldim. Chunki dadam bilan ko'rishimiz uzun bo'ldi degan xabar yo'q. Uning oldida lagerda ekanligidan xabar topgan. Lagerda bo'lishdan ilgari turmada 5 yil yetib chiqdi. Shu siyosiy jinoyatchi degan mushtaq bir qalpoqlar bilan bo'lib qoldi. Da bo'lgandan keyin shu dadamga beg'ishildim. Shundan kerak xushal bo'ldim. Timsim şu farzatning har bir qilgan ishini ota-ona bak suyundik. Mesela avayda qizlaringizdan kichik gap derdimsiz. Shunda suyunib qo'shib o'tardingiz. Biz farzatlarning har qanday ishimiz ota-onamizni suyundirdi. Mayli cho'ng bo'lsin, mayli kichik bo'lsin. Ha. Ko'nglingizni yerim qilib qo'ydik. Hech qisi yo'q. Dadamdan keyin gapini qilib ixtiyorsiz o'zim tutolmay qoldim. Albatta shunday bo'ldi. To'g'ri tushundingiz. Endi bu aldığımız qol yağlıqlar turibdi. Ötken sizden şu Facebook chiqqan bir yozmangizni ko'rgandim. Menga mesela bir cüpte sizga to'y qilishni oldidagi bir cüpte buyurtdi-ku buni isminingki qiz yigit o'zining ismini nima qilib chiqarib berishga. Shu vaqtida siz 2 oyning ichida 4 cüpningki bu buyrup qo'ygan buyurtmadan yonganligini yozib ekansiz. Ammo shu to'xtamay burundan tatib hozirga kelgichilik shu nikah ishlariga bek ko'ngildim deb bu narsa menga bek men uchun nim qilgan diqqatimni hamda bek tatadigan bir tema bu nikah masalasi. Shunim shu vaqtda o'qib o'ylanib ketgandim. Ham sizdan so'rgandim bu qisqa vaqt ichida boshladim bo'pti deb. Shuni ozroq qiziqib qoldim. Shuni bilgim kelib qoldi. Bo'ldi to'liq so'zlab beray. Bu qo'lyaqliqning ishlarini qilay deb başlaganim şu aldığım 4-5 ay bo'lib qoldi. Bu jarayonda bo'libmi yoshlar bekrek buyurtdi ham bekrek yoqtirdi-ku. Chunki bizning an'anamizda kashtichilik bor. Qo'lyaqliq sovg'at qilish bor, hamda qiz-o'g'illar o'zaro. Undan keyin bu hamdalik bir mazgil besilib qolgan bir ish hamda o'zaro qo'lyaqliq sovg'a qilish degan ishlar. Shuning bilan buni chiroyli o'zining ismini kashtilab gül bilen her xil şekilde qilgan bir güzellik, bir san'at tuyg'usi beradigan bir sovg'at bo'lganligi uchun bek yoqtirib buyurtdi hamdi. Men ularga eskartib turdim hamda buni bek vaqt olganligini, bir mezgil saqlash kerakligini degandek bo'ldi. Qanday bo'lsa biz saqlaymiz deb shunchalik xushallik bilan putib o'g'uchi meni oldirtib shunday bo'ldi-ku. Men mo'yligi ashundaq bir qiz o'g'illarningki hamda bir-biriga sovg'at aslında bir güzel ilqi bo'libmi hamda o'g'illardan bekrek suyundim hamda ilqi bir ayollarni qadrlash bir güzel axloq va hamda shu qizni bir ayolni o'g'illar ko'p qizlar unchalik ko'p emas o'g'illar ko'p. Men xushal bo'ldim hamda shunchalik bir hamda o'ziningki ayol bo'lmoqchi bo'lgan qizni yoki ayolini shunchalik bir xushal qilaman deb turib bir ilqi sürpriz deb qo'yamiz hamda men bir sürpriz qilay degandim deb shundaq tuyuqsiz bir xushal qilay degandim deb shundaq gaplarni qilib buyurtdi. Adab men shu o'zim eng tez bir fursatni qilib berishga tirishdim, ammo buni vaqt ketdi. Kaysichilik ishi bo'lgan ekan, kunduzi xizmat bilan vaqt chiqqan joylarda qilgan shundan keyin shu arliqda 2 oy yo 2 oydan ortiqroq shunchalik vaqtlar o'tdi. Bu jarayonda hamda men avval şu yerim zakalat ilib yerimini keyin berganga shunda deyishgan. Chunki bu o'zining xos ismi kechtirilgan narsa men keyin u boshqa bir taraf qilib olmayman shu shakl qilgandim. Putgandan keyin men putdi deb xabar qilgan vaqtimda shu to'y qildigan bo'lgan, nishonlangan yoki hamda shu muhabbatlashyotgan yurayotgan deyli mushtaqlardan bo'lib shu 4 jup hamda ommadi buni shu 2,5 oy jarayonida. Hamda bu muhojiratdagi bir ilqi Yevropadagilarmi bor, Turkiyadagilarmi bor bo'layotgan bir umumiy bir san hamda ilqi bir qarsangiz haqiqatan ishingiz aytishib 8 odam 2 oyning ichida deb bunday bo'lishi mumkin. Ammo chet ellik Uyg'urlarga nisbatan men buni balkim undan emasdi dedim yo'q, lekin ichimda bir ochiq bo'ldi haqiqatan. Nimaga ochiq bo'ldi desangiz, endi butun insoniyatningki energiya oladigan narsa bir muhabbat, sevgi. Bu butunlay chin bo'lgan narsa. Endi shu 2,5 oyning ichida mesela yenidən bir toylashmoqchi bo'lgan yoki muhabbatlashganlar bo'lsa, shu vaqt o'tkicha
ayrılıp yo onu anmaydigan bolup ketip kaldım acaba bular. Şu kadar iliqi beği boş mu bu münasebetniki yoki bularda şu kadar iliqi mesuliyet degan ang yo'qlar. Ya qiziqish bilan qilayli deb qilib qolgan ishmi bu nima degandek-chi men buningda bir xil ichinib qoldim. Ko'nglim haqiqatan yerim bo'ldi. Bir qarsam kulgim keldi, ham kulibmi ketdim oyma ishni deb. Endi shularninki qo'lyaqlikni olmaydigan chog'da paranglashgan vaqtimda iliqi bizning aramız bo'lgan dialog endi shunchalik o'ng'aysiz holatda. Endi olmaydigan bo'lib qoldim. Sizni qarshi men qolgan pulni urib berayotay deb. Urib berdi, lekin qo'lyaqlik o'zingizda saqlansam og'ili unimidi, yaxsizlik qolsin deb. Balkim qaytadan ko'rib men azoblanmaydigan bo'lsa mumkin. Ammidi. O'zining ismi yozilganda men ish qoldim. Ammidi, ish qaysi ammidi? Shuning munosabatli bo'lgan aslimalardan qilay deganda. Shu vaqtda sizning shu yozmangizni ostiga men yozib qo'ygandim endi. Qo'nmagan mehmonning ketgini yaxshi degandek oxirlashma. Oyoq chiqmaydigan dekanning bo'ldiroq. Deganingiz to'g'ri, bo'lmaydigan ishning dastlabda bo'lmagan yaxshi. Ammo iliqi ashunda qilamiz deb niyatni qilib, masalan, birdamning ichida uningdan o'zgarib odamni bir maydon, bir muqimlik, iniqlik bo'lishi kerak-ku. Iliqi 2,5 oyning ichida bir 8 odamninki muhabbet bo'lsa ularning ayrilib ketishi, to'y qilganlarning to'yini buzilib ketishi bu menga bir xil yerim qilgan bir chuchugdek bir ish bo'lib tuyuldi ya. Ashuna his qildim. Yerim bo'lganning yan bir tarafiga endi oyog'i chiqmaydigan narsaning baldur oyoqlashgan yaxshi degan o'zim tasalli topdim. Haqiqatan ko'nglim ashuna tasalli beradigan gapga tasalli bilan o'zimning ko'nglimni avundirdim degan. Albatta hammamiz xohlaymiz. Chet elda bir qiz yigit to'y qildi ekan, to'y qopibdi degan angsa xuddi o'zimizning qarindishimiz to'y qopgandek darajada xo'sh bo'lmas endi. Baxtli oilalarni ko'rsakda xo'sh bo'lmiz. Mushtaq kulib o'tirgan farzandlarni ko'rsakda xo'sh bo'lmiz. Biz ham chet el xo'shalligimiz shu qoldi endi. Abiyaman degandek birdan-bir biz shu demokratiya oilani iborat bir xo'shalligimiz qoldi. Shunga o'xshab oilalarning qurilishini albatta orzu qilamiz. Qurilsa pek yaxshi bo'libdi ekan. Bulatdi. Qurulmay qapti, baldur ayrılıb bitdi. Əgər toy qılğandan keyin məlum çıxım bizim chet el toy qılmağımızın özümü bəkçik bədəllər buldu. Məsələn bir saat dövlət, bir saat dövlət degəndə ya qız bir yer bolsa atalları yox. Nurulğan çıxımlar bilan toy bolğandan keyin buzulub getsə, çıxım qılğan tərəfə mehir kildi. Qız tərəf bir qitim toy qıldı degan namını ap qalıdı. Onka farzandlik bo'lib qolgandan keyin ayrılıb getsə azab. Endi shu to'ydan burun ko'proq o'ylashib, boshqa chiqish ko'z yasab qilish kerak, lekin qilgandan keyin chuqur chidash kerak-da, ayni oyog'i chiqish uchun. Endi buning bilan ulashib bir narsa keldi kallamga. Bu shunda go'zal nima qilib ekan siz-a? Abidil abad. Abidil abad. Abidil abad yashab ketsiz azizam. Endi bumu hesapda o'zi kichik bir qo'lyaqlikqa kashda ishlash bo'lsa, bir egilik tiklash hesapda. To'g'ri. Siz mushta ishlar qiziqsiz-a? Ha, qiziqaman. Mushu egilik tiklash jarayonlaridagi ma'lum bir o'ylaganlaringizni, his qilganlaringizni nafasiz buni bir bilib o'taylik endi. Ha, bildim. Boya deb o'tganingizdek muhojiratda bizga endi har tarafdan besim bor, endi vatandagi o'xshamaydi. Unda bo'lgandan keyin endi bizningki bir o'zimizning qilayotgan kasbimiz va ishimizdan tashqari yana bir ish bilan shug'ullanishimiz kerak deb o'ylayman. Sizga nervini orom oldirish, mashg'ul bo'lish, ishlarga nurg'un Allah. To'g'ri. Eng avvalamda shu chet elda iqtisodiy bisim haqiqatan og'ir. Unda bo'lgandan keyin o'zimizning ishdan sir yana bir ishni qilishimiz kerak bo'lgan vaqtda hamda men ilgirimi bunday ishlarni qilib boqqan shunday xilqi san'at turgida va qo'llanmachilik kitobi masalan o'zim yaxshi ko'radigan bir narsalarni shu milliycha bir uslublarda yasab biqib degandekchi hamda o'ralmalab degandek boshqalardan ilhom oldim buni ba'zi narsalarni to'g'ridan ilhom olib ba'zini uyg'ur qiyin narsalarni uyg'ur qiyin narsalarimizni yasaganlardan ilhom olib men mo'yliqi ularga mundaq yordamchi bo'lib yasashib bergan yoki o'z oldimga ayrim qilib boqqan degandek shunday ishlarim bor. Bu qo'lyaqlik ishga kelgan vaqtidami bunimi men boshqalardan bir ilhom oldim. Masalan shu turklarninki va boshqa millatlarninki har xil chiroyli rasm va naqshlarni kashtilab ramkalarga olgan men mushaq ko'rinishlarni YouTube'lardan ko'rib turmay ko'rdim. Men buni qanday ishlanadi, qanday tikiladi, bunga intayin o'zim qiziqqanligim uchun
körümen, körüyvergenlikimden hatta aşnaqa münasibetlik näsini maňyşdyryp çykyryp berdigan bolup ketdi hamda. Açsam mı şunu münasibetlik diýip çykyp durdygydak derejede. Ama bu jarýanda şunu oýladym. Şu näslerini özümizden ananemiz bilen birleşdirip, qaraqışlarını qyp baksak ular da çünki qoşumça bir kirim qilish degan noktada men hamma narsaga bir ijodiylik bilan qarashni yaxshi ko'rdik ekan va qandaroq ish qilsam bo'ldi. Bir odam qilib bo'lgan ishni kaynidan unimi qistab, uning kaynidan qilgandan men o'z oldimga bir cho'qim kuzatsam bir bo'shliq chiqadi qilishga tegishli deb o'ylayman. Burunmi shunday o'ylab hamda ma'lum bir ishlarni shunday kichik qo'l hunarmandchilikka oid ba'zi ishlarni qilib boqqan. Bu qitimmi buni ham davomlashtirish maqsadim bor. Masalan, hozir iqtisodiy jihatdan qiyinchiligi bor. Hemşerilerimizmi ko'p hammamiz ham shu nuqtadan o'xshash desakmi bo'lib qoladi ham har xil yashash jarayonida bizda mushtaq har xil ehtiyojlar bo'lgan ekan. Mushtaq xil hemşerilerimizdan masalan o'zining sharoiti bor, qo'ldan jang tuta oladigan bir jangni ish qiladigan shunday hemşerilerimizga mush qiziqishi bor hemşerilarga shuni bir o'gitib hamda ularni ishga ilib masalanchu buni sal ko'lamlashtirib buni faqat uyg'urchalar qilmay bir marka yaratib hamda buni sal bir xalqaralashtirib undan yangicha bir uslublarni qilib mushtaq go'zal san'at tuyg'usiga ega maxsus zinnatlash ya'ni bezash xarakterlik bir narsalarni kengaytib qilgan bor. Masalan shuning ichidagi bir tur deb qarayman bu qo'l yog'liqni. Hamda inshaalloh bu niyatlarimni qachon boshlayman hamda niyatlarim bor. Hamda shaxsan qo'l yog'liq qilib hamda uning boshqa tarmoqlarni hamda qilsam deb o'ylayman. Chunki biz nadili bo'lmaylik. iqtisodiy jihatdan cho'qim kuchli bo'lishimiz kerak. Bu bir aniq ish. Bir gap qo'shib qo'y. Qizingiz ham sizga nima deb duo qilishni o'ylashyapti hozir. Endi opam o'ylaganlar amalga oshirasin deb duo qilsiz qo'y deyman. Shunday o'yladim inshaalloh. Mushu qo'lyog'liqni to'g'ri chiqarib qolgandan keyin ba'zi qiyinlashlarimiz mana shunda taklif berdi. Bak yaxshi boshlanish bo'ldi, bak go'zal bo'lsa yoqtirdik. Bo'smush ishingizni kengaytirib boshqalarmi agar yetish bilamsangiz qilish bo'lsa kengaysa degandek takliflarni berdi. Bularning taklif fikrlaridan ilhom oldim mencha. Ham qo'llaydiganligini bildirdi. Shunga inshaalloh o'zimning bir azroq sharoitim yor bergan vaqtida kengaytirishni o'yladim. Bizning oilashadigan narsalarimiz behchiq, kashtish degan. Siz kashning boshqa turlarini bilamsiz? Kanva, ilma. Yo'q, ularni bilmayman. Bu faqat bu men boshqalarning izdining masalan kanvayni izdining onu genellikle ilmi ildigan ish bor. Ilmi deganimiz yo'q, chiltaklik ilmi ayrim, ma kashning bir xil ilib qildigan ilib to'qiydigan bir xili bor. O shunda go'zal chiqadi. Izdin biqin. Aşağı qilib bularni ko'lamlashtirsak, biz azaldan shu kashtilar bilan angizlik o'zimiz to'qigan chiltaklarni oilaning zinati qilib yashab kelganda bu bir xil suyumlik tuyuldi odamga. Chunki bozordagi tayyor narsalar bir xil odamga bak suyumlik o'zgacha qilg'ashlar. Masalan, bu kiyimlarni Bizim kulumdan tikip kiyip olma. Kulumdan tikken kiyimler bekkarak amrak. Siz hakikaten özgücül aile olsunuz. Köydüğünler mi? Mana muş kiyimden kulumdan tikken. Man kulumdan tikken köydüğünüz mü da muş tikişlerine. Başkısı da. Bir xil fəxrlənib jo, biz özümüzü yaxşı görməyiz kulumdan tikкен kiyimden. Bu bir xil huzur. Huzur hakikaten. Adet qol işlerine müylük etibarlanıp başqa zavod işleri qaraganda tanarxana müylük bahasının yuqur buluşu mu şu qimmetinin bolğanlıqıdan. Huzur alalaydı, qarşı tərəf mi? Huzur alalaydı. Huzur alalaydı. Yaxşı oylabsiz Xudayım birisi. Niyetleriniz əməlgə aşqay. Rahmet inşallah. Onun üstüne bu keşte, qol işi degan narsa üçün başta oyladım. Tefekkür qilib turib nervini aram aldırış. Nervini aram aldırdı. Mesela onu işleş jarayonida nurg'un narsalarni o'ylab turib, qo'lingiz ishda gulni tiksangiz, mushuni misol olaylik. Ma bir gulni tiksangiz, bu bir güzel işidir. Ma yana ikkita kichikni tikibsiz, bu bir güzel iş. Bir ishni qilib mangsiz o'p tutgancha güzel o'p tutsangiz boshqa ish. Tikkancha yiroqda qarab siz. Kayfiyatlaringiz yaxshi bo'lib, yana qilgingiz kelib shundan nervini tinchlantirdiğanga, tefekkür qildiğanga, yangi narsani tinch o'tirib xiyol qildiğanga. Shu men buni başta at qo'yib oldim shu. Tefekkür qilish orqali nervini aram oldirish deb. Bak yaxshi aytib qo'yibsiz, haqiqatan shunda. Shashna qilgan gul biqish mashina qilgandek. Yana bir narsani bilgim kelyapti. Siz ham o kitobni nashr qilgandan keyin buning soni aniqda sizdan buncha son qildim deb
Aşınandın qanchalik qo'ldan chiqdi, setilishi, boshqalarning qiziqib o'qishi degandeklar qandaqroq? Bu jihatdan gap qilsak hamda intayin tuan setilishi va o'qilishi intayin tuan desak bo'ladi. Chunki hamda bu she'rni hamda bu g'arbliklarninki izohlashida buni oqsoqliklar adabiyoti deb qo'ydiki, hamda bizningki Uyg'ur millati hozir intayin zo'r bir psixikalik besim, marjatdan bir qiyinchilikning ichida turayotgan bo'lgandan keyin she'r o'qishga balkim yana birga vaqti, zehnimi yor bermasligi mumkin. Uningki yana bir nuqtadan bizningki hamda she'riyatimizdami, shu yaqinqi yillardagi she'riyatimizda o'zgarishlar bo'ldi, yozish uslubi va tafakkur uslubi nuqtasidan. Bizning xalqimiz ko'pincha shu barmoq vaznlik, ya'ni oddiylashtirsak to'rtcha shaklda shu shakldagi she'rlarni to'rt misralik, naq har bir misraning kayni oxirgi misraga moslashgan bo'g'im sanısak aşiretlik chiqilgan shunday she'rlarni she'r deb taniydigan ham yoqtirdigan, lekin boshqa uning ichidagi she'riy tafakkur, she'riy tuyg'u degan bu nuqtalarga bak qiziqib ketmaydigan shunday bir ro'yolat umumiy adab deb ketibdim. Ham demoqchi o'g'lim e'tirof qilishga tegishlik hamda bizning Uyg'ur millati hamda she'rini hamda shunday tushunadi ko'pincha. Nayt az bir qismlari bir she'riy tuyg'uga haqiqiy bir she'riy misraga deb ayirib shu adabiyot she'r nuqtasidan qaraydiganlar shunday qarmasa, hatta shu yozuvchi shoir she'r yozuvchi deb qaraganlarimizda bir-biriga o'xshamaydi she'r tushanchalari. Bunda deganlikkim bu kitobning setilishi nisbatining oz bo'lishini, o'qilishining oz bo'lishini axlaganligimdan emas, balki amaliy reallik shu. Yana birga hamda ochiq olsam hamda bu mayli she'r kitob bo'lsin, qaysi kitob bo'lsin, hamda kitob o'qishga kelgan vaqtida hamda bu she'r yozmagan boshqa nuqtadagi asarlarni, boshqa asarlarni yozgan qarindoshlarning hamda shu fikri yana o'xshash kitobning setilishi yaxshi emas. Boshqa narsa olsa shu oladigan yoki biz shu kitobni o'qing deb o'qityapmiz degandek hamda cho'nglarimizdan shunday qaqshag'indan ancha-muncha anglab qolamiz. Shunday bir ahvol, ammo bundan men qilchi afsuslanib, masalan mening kitobimninki setilishi osti bo'ldi, o'qilishi osti bo'ldi deb faqat afsuslanib baxmadim. Nimishqa degan chog'da bir she'r yozuvchiga nisbatan u she'r yozuvchi ergiz men buni kitob yozib bir tapovat qilay yoki bo'lmasa bu she'r yozish orqali o'zimga bir ma'lum bir o'rin tiklay degan bunday maqsad bilan yozmaydi. Bo'libmi haqiqiy bir she'riy tuyg'uga ega she'r yozadigan kishida bunday maqsadlar bo'lmaydi. Faqat menchi bo'lgan chog'da she'r yozish uchun she'r yozadi. Faqat ilhom kelgani uchun yozadi. Buningda ne bir narsani isloh qilish yoki bo'lmasa qandaq bir narsani aytib devilish emas. She'r degan so'zning o'zini bir tuyg'u, his qilish degan gap. Butunlay o'zining his qilganini ichidagi bir o'xshamagan bir tuyg'u, ya'ni hislarni boshqa bir shaklda qalamga ilish hamda bu. Bunda bo'lgandan keyin buni nisbatan menda o'ngsizlik yo'q, ammo setilishi va o'qilishiningki tuan bo'lganligi haqiqatan aniqandichu. Lekin yana bir xo'sh bo'lgan tarafim shunday bo'lsa-mu, lekin yoqtirib o'qiydigan, izlab so'rab o'qiydigan o'qirmanlarim, yaxshi ko'rgan o'qirmanlarim ajoyib yaxshi ko'rdi. Hatto bir yerlarda o'zimiz bilmay uchrashib qolsakmi, "Voy, men she'ringizning bu misrasini shunchalik darajada yaxshi ko'raman, har o'qisam shunchalik hayajonlanaman. Xuddi siz meni yozgandek" deb shunda xush bo'lib ketdi masalanchi. Bular she'riy tuyg'ular insonlarga. Shu she'rlarimni yoqtiradigan, she'rlarimdagi his tuyg'ularga o'rtaqlasha oladigan, uni tushunadigan bir dona o'qirmanim bo'lsa-mu, men shuni qimmatli bilaman. O'qirmanlarimning ko'p bo'lib ketishi mening texnik ko'p she'r yozishimga sabab bo'lolmaydi. O'qirmanlarimning yo'qolib ketishi she'r yozmasligimni ham cheklayamaydi. Ham men buni o'zingizning ishingizga kelgan o'zimning tabiiy tuyg'u uchirmaydi. Men shart qilmaydi. Shart qilmaydi, to'g'ri. Bundan keyin men she'r yozamanmi deyamayman, yozmaymanmi deyamayman. Men uchun bo'lgan chog'da bu bir tabiiy bir shakllanadigan, maydonga keladigan bir narsa. U hargiz maxsus tem belgilab yozgan bir narsa emas. Lekin
aşında qaraydiganlarmı bo'lganligini tushunaman ba'zi atrofdagi kishilarning so'zlaridan. Bizga shunday bir mazmunda she'r yozsangiz o'tkazsiz, she'r yozadigan bo'lgandan keyin masalan bugun opamning tug'ilgan kuni deya opamga atab yoki falan hemşirem bugun hemşiremning yo'ldosh turmadan chiqdi yo'ldoshiga atab degandek mushtaq talablarni men ko'pincha qo'ydim hamda men ularga shunday javob beraman. Men unda qilolmayman chunki mening she'r yozishim bu butunlaylik ixtiyoriylik bilan maydonga kelgan narsa. Bununda qilchi majburlik yo'q. Ha, qilchi majburlik yo'q. Men tema belgilab mumkin emas, unda yozolmayman ham yozib baxmadim. Lekin bu javobim ularni hayron qoldirdi. Bu siz qanday shoir degandek. Mushtaq shoir. Bu ikkisi shunda savrchalikdan gaplarimizni anglab o'tiribdi. Ham suhbatimizning oxirsida nim gaplari bordi, bularning undaq unutilib qolgan degisi bor gaplari bo'lsa, shularni bir anglaylik, undan keyin suhbatimizni oyoqlashtiraylik. Unda xususi Nasiba sizning uchun asabirlar bir ishlar bormi? Güzel ishlar. Men apamning tug'ilgan kunida bir hadiya bergandim. Hadiya dua hadiya bergandim. Bir varaqqa xat yozib dua hadiya bergandim apamga. O duaning mazmunini bilsak bo'lamdi? Bo'ldi. Daqiqa. İboy qilib bergan shu jiq kiyim bo'lsin deb ashunda jiq duolan qilgandim, lekin hozir nima yozganimni unutib qoldim. Lekin shu vaqtdagi ko'nglingizdagi eng go'zal orzular duo qilib yozgandan, unda siz apog'ingizning ismi bormidi? O sizning ismingiz bormi? Ismim bor. Sizdan anglaydi. Men hozirgacha o qizimning hadiyasini alayda shu plasterlab ustini yizilib ketmasin deb saqlayapman. Bir kitobni arsiga silib 2020 yılı tug'ilgan kunimda bu qizim tug'ilgan kunim bo'lishining oldida 10 kun burun men sizga bir hadiya tayyorlayapman apa deb ochdi dedi. Desam shu oz qolgan sir kun sonida kichik bolalarni tug'ilgan kunini bek cho'ng bildi ekan. Unda bo'lgan ekan mening tug'ilgan kunimni cho'ng bilib shu oz qolgan sir kun sanab bugun 8 kun qoldi, bugun 7 kun qoldi deb shu tug'ilgan kunim bo'lgan kuni ko'zingizni yuming apa deb shunda dedi, o'tasam qoldi bir narsa. Men nima berdigan dedim-chi. Men dedi, men bir narsa tayyorlayapman sizga, lekin sizga ko'rsatmayman, tug'ilgan kuningiz o'g'il degan ekan, nima deb qiziqdim. Shuni bilan shu ko'zingizni yumib turing dedi, deb ko'zimni yumib tursam, shu qo'lida bir varaq qog'oz men shuni berdi. Shu bilan buni men o'tirib ichib o'qidim. O'qib bundan keyin ko'zimdan yosh chiqib ketdi. Hatto esingizda bormi? Men shu qizimni oldimdan ko'zimda yosh ketdi, quchoqlab ketdim qizimni, xush bo'lib ketdim. Qarsam shunda chiroyli o'zi rasm chizishga shunda qiziqishi bor, bek chiroyli sizdi, umoq sizdamdi. Shu umoq sizib sinnatlabdi atrofini. Undan keyin shu o'tirida ki mazmunlarda men sizni apa bek yaxshi ko'raman. Siz meni boqquchi bek deb atadingiz. Sizningki tiningizdan ki salomat turishini, hech og'rib qolmasligingizni umid qilaman. Undan keyin apa siz bizga dars o'rgatib charchaysiz, siz ishlaysiz, biz sizga bek amroqman, nasamdan bekrak sizni yaxshi ko'rmas, sizni yo'qitib qo'yishni xohlamayman degandek gaplar bor oldida. Undan keyin shunday qilib ta'sirlandim. Undan keyin ash gaplarni deb bo'lgandan keyin undan keyin men shu duo sizga hadiyam bo'lsin. Apamning qanday qiyinchiligi bo'lsa, hal qilib bergin Allohim deb yozibdi. Undan keyin apam sen qanday duo qilsa, sen uni ijobat qilib bergin. Apam menga chiroyli bo'lsin deb duo qildi. Shunday duolarni yozibdi. Allah apam sendan nim duo qilsa, sen nim duo qilsa, shuni ijobat qilib bergin. Shunday yozibdi. Men cho'nqur ma'noga ega. Nayt qisqa lekin cho'nqurda, chunki mening nima o'ylaydigan, nima duo qilganimni bilmagandikin xulosalabdi. Chunki ko'pincha vaqtda so'raydi bu kichik qizim bek kuzatishga amroqchi. Siz baribir so'rasaqmi deb bermaysiz, apa bilaman, lekin siz bir narsani bek o'ylaysiz, nimani o'ylaysiz, men deb bering. Yoki ba'zi ko'nglingiz yerim bo'lib qolsa-mu deb bermaysiz, nima ko'nglingiz yerim bo'ldi deb so'raydi. Shunda so'raysiz-ku, deb beraman, deb bermayman. İnşallah deb beraman qizim, cho'ng bo'lgan vaqtingiz, hozir kichik vaqtingizda siz tushunadigan narsalarni deb beraman, ba'zi narsalarni siz tushunolmaysiz, shuni deb beramayman. Shuni o'z bilamaganki, apam shu yerim bo'layotgan ishni o'ylagan narsani amalga oshirib bergin Allohim deb shuni tillaydi ekanda. Aqlli qiz bu. Shuning bilan
Shunda xo'sh bo'lib ketdim va bakla xo'sh bo'ldim. Shunchalik bir mening ko'nglimni izlab, menga bir hadiya berish uchun necha kunlab saqlab o'sha hadiyani. O'ziga xos bir bolalarga xos shunchalik chiroyli qilib zinnatlabdi uni. Chiroyli har xil ranglarda tayliqi xat yozgan siziqlarni o'zi sizibdi har xil ranglarda. Ondan keyin uni berdi. Ondan bana eskertip koydu şu çağda. Apam menenki pulum yo'q-ka. Pulum bo'lgan bo'lsa, men sizga bek güzel hadiya olib berdim. Şu pulum yo'q bo'lgach qilib beramadim. Shuni qilib qoldim sizga. Bu qilib qoldim debchi. Shuni qilib qoldim. Bo'lmasa men sizga bek güzel bir narsa olib bermoqchi edim deganda, şu bu hadiyangiz men uchun unutulg'usiz bir hadiya. Qanchalik bir qimmatli narsa olib bergan bo'lsangizmi, menga bu hadiya qimmatli bo'lgan bo'lsa-mu, bunda xo'sh qilolmaydi qizim, men bek xo'sh bo'lib ketdim deb shunda dedim. Bu o'ziga nisbatan bir güzel aslim bo'lib qolib qolgan o'xshaydi. Hozir buni o'zi tilga oldi. Chunki men o'chaqliqi kilo bir iliqi shu kulvatib yig'lab ketdim. Kulvatib ha. O'zining esida qolib qolibdi. Ha. Bek shunda ta'sirlandim. Mening başa soğat ağım kepdi. Bir xil heves qilib bor ben sizga. Menga kichik vaqtdan qizim bergan deb turibdi. Hozir yana ağım kelyapti. Sizdan bormi deb turibdi. Ammo men hadiya qilgan emas. Apam bizga talgil ataydi, lekin juhar gullar bir talgil ataydi. Lekin shu gulni atagan chaqda va xo'sh bo'lib ketganda shotni ataydi. Annikinchi ular naqshulib ketgan uchun zaten sesib ketgan uchun annikin biz naqshi xodin elib o'tib axlatlik tashlayotgan ekan u bir dal meva istadik annikin fidan chiqdi, kichik fidan uyg'urcha nima deydi? Bix chiqdi. Bix chiqqanlik uchun annikin uni hech o'smagan nasiba 6-oyning 16-oyning bir oylik o'sdi degandi. Annikin 6-oyning 10 o'sgandan keyin va xo'sh bo'lib ketib apa usab yo'qlab ketay deb qoldim. Chunki gul o'stirib boqmadim. Ashtonchi qilib o'sib chiqqaniga xo'sh bo'lib ketdi. Gulab beran apa dedi. Bu bolalar bek amroq gullarga men sirtash gul sitayotganlarni ko'rsam, men gul ag'ash kelmaydi. Shokolad yeydigan narsa olib bergandan bek kerak xo'sh bo'lib ketdi. Gul so'q qilsam. Shuning bilan bir ikki tashdak gul olib berdim. O'yliq asan qurib qolgan gulga, u qurib qolgandan keyin menga demay o'zlari nima terig'ini bilmayman. O'zlari yegan narsani bir narsani teribdi-ka. Shu unib chiqibdi. Shu bir kun uxlavatsam, atdiganda saharda o'zi bir uxlab o'tib uyg'onib ketibdi-kan. Uyg'onib ketib shu guliga qaray deb qarsam, uning bir big chiqqanini ko'ribdim. Men cho'chib ketdim uxlab o'tibchi. "Voy, appa" deb degan vaqirab ketdi. "Voy, mening gulim o'sib chiqibdi" deb degan hayajonlanib ko'zlariga kelib ketdi. İki dal bek o'sgandi, anan ekan yana bir qancha kun o'tgandan keyin bugun yana bir dal bek chiqibdi. Inshib turib Bek o'xshaydi. Ama lekin do inshib kendi bishimda. Bishin ashda keltirdi. Ati bishin keserdi. Bir xo'shalik qilibdi bularga. Qasqayliq. Men ko'rmagandim bek chiqqanni. Nazira kirib uzun guliga qarag'ash meniki qarab ketdi. Lekin bek chiqqanni ko'rib menga deb tikandi. Men qo'shilib ketdim. Bek o'xshatdi. Shuna yaxshi ko'ngillik paranglashdik. Mana ikki qizingiz bilan ikki qizingiz, ikki baxtingiz, ikki tojingiz, ikki taxtingiz, ikki qanotim, xo'shalligingiz. Bular bilan shunday yaxshi go'zal paranglashdik. Siz ham xush bo'ldingizlar bugungi suhbatdan. Birinchi vaqtimda suhbatlashgan chog'imda qo'rqib tempirat ketgandim, lekin hozir boshlikdan hozir rahat bo'lib qoldingiz shundami? Hozir kamera olmagandek. Kameraga olgancha jiddiylashdingiz qizim. Chunki kamera olganni bildim, hozir paranglashgan keyin kamerani unutib qolib. Hozir erken bo'lib ketdingizmi? Endi qaytadan boshlasak bo'lib shunday hisobotga asli ya. Ya debchi.
Hem bu bir sınaq bolýar. Bundan keyin muştaq kameralarni aldyk kelip söhbetler bolğan wagtida muş hazırkı haltyňyzy his qılıp durup muştaq azırqrak erken haltyňyz kilişni ögüneňem. Bu sizge bir sınaq boldy ya. Aştaq rahat otasam boldyken dep bunu siz üçün bir tecrübe boldy, başdan keçirip aldyňyz. Şundaymy? Sizce hoş boldyňyzmy? Ama bugün azırak hoştu. Bugün güldü. Güldünüz mü? Ha, güldük ya hiyali ya. Güzel nemiz var ya, bulanın kızıkışı var ya. O şunda bir xil sabit bir tabii hissiyat. Adamın micazını tavlaydıgan çoş, ösken nesi qarab turuş degenin özüne ait çok sevirni, mesuliyetçiliğini talep buldu. Ana qaran aşna bir öske halatı, çıqa halatlarını oynab, aşını küzüdü, su kuydu, çoğumuz hoş buldu. Demek bir mesuliyet yetilip kaldı. Anneken mundaq meyvelerini dukanlarda satıdığı pulu kısra bulup kaldı. Anneken tügep qalay. Karşılaşılan yerine özür istesin buldu. Aşta İşte kısı bulamda. aşta Oy maşallah. aşta kısçı anneken pul bilen ilişki ketmeydi. Anneken Üyümüzde meyve buldu ha. Üyde meyve bulup mesela seylerini östürüp aşta pişirip aşta kısını buldu. İşte kısak boğdaki. Ben limon istegendim, limon iste. Anan keyin örükden keyin koygan, akin tavuzny keyin koygan, qoğunny keyin koygan. Ular yegan meyvelerini uruklarını hepsini terip bağır ekan da. Hem bizning meldeki bağcılarımı terip aşı çıkıp terip koydu ekan. Men o'qimaydi ekanman. Aşı chiqqan vaqtida men terigan deb ko'rsatib qo'ydim. Ama anneken ondan bak işte Amalkin özüptü. İşte ösemisim lekin ösüp hop çıkıptı, boptu, yaxşı boptu. Görsünüz şunda hoş bulasızlar ha. Ey mamma safayga çıqqan körpaqayçı istegen. Bixlani, aşı mayıslani. Bahçede istegendim. Bahçeliklarni. Aslice mundaq bizce mundaq öyleydik. Sanadek gülün toprağını meyveni koysak ösmeydi. Ama lekin meyvelerin meyveden toprak ayrım, güllerden toprak ayrım o. Ama onu ayırsın buldu. Ama lekin ayırmay turup aşta kısa üstüdeki asli yıllar aylarını bilmez. Ama lekin qancha joyda üstüde qalıqını bilmey. Nimiş qosmaydı deb aşta Ko'ngil yerim bo'pti ekanman. Lekin öz için ümit qotib qo'ygan nimiş qosudi va deb ko'nglim yerimga kelib Ben Annegen öskenti, ahir öskenti. Annegen pek hoş bulup kettim. Bence 6. aylarının bir günlerde ösürü dep geldim Nazire'ge. Üzem hayalimdekini dep koygandım. Bu nesle dep ketmişsin dep. Üzem hayalimdekini dep koygandım anandekin. İşte çıktım. O zaman bunda oylap da dep koysunuz. Eğer 6. ayda ösmeye kalsa ben ayıplap gitmekin dep ensirsiz üzüp kap gipaz nasıl çıkaptı. Bazen çaldım bir günü to'lat bo'lgan ağırlıkqa kirib tug'andim. Beshim bu ömchük chiqib qo'ydig'ini bildim. Ammo rost beshim bu ömchük chiqibda sangilib turibdi ekan, qo'rqib ketdim. Ha, chiqilganligini tasavvur qilib, ya'ni kirsiz chiqib qolding ha, bir narsani oldin his qila oladi ekan. İşte deydi. Yani birisini dep bergandingiz, yani demiş bo'lgandek his qilsangiz işte bo'lib qoldi. Men ira maktabda o'ylisi bordi. O'ylisi apam ders o'tayotgan chog'da aşağıda oturup oynaydım. Aşağıda bir tarafa mina muallimimning bolasi bordi. Ashunun bilan do'stlik. Shu ati keladi deb o'ylagandim. Anadan keyin kelgandi, to'g'ri chiqib qolgandi. Asli u maktab buru yo'qdi. Ertesi o'qishga kelib qolarmikin deb o'ylasangiz kelib qoldi. Sizning tasavvurlaringiz udil kelib qoldi ekan. Bundan keyin davomli o'sha go'zal tasavvurlarni qiling. Apangiz davomli lider bo'lib qolsin deb aytib turing. Apangiz lider bo'lib qolsin. Balkim Alloh to'g'ri qilib qo'ygandir. Chin yuragidin orzu qilgan ekan. Sanki bundoq Allah bak yaxshi ko'rdi. Allohga duo qilayotgandek kimdoq. Keşke Abdullah kelgan bo'lsa deb azgin uni odatida kishdi kelib istaq. Sirdek. Shundoq ko'ngillik paranglashdik mana endi eng oxirida Abida sizningki ekran oldidagi ko'rurmanlarga deydigan yurak so'zingiz bo'lsa, uni anglab etsak, suhbatni oyoqlashtiraylik.
bo'ldim. Shu oilam programmasiga qatnashganligim munosabati bilan ekran oldidagi qarindoshlarga bir ikki og'iz yurak so'zimni qilay. Oilam programmasiga taklif qilgan Xadija Uyg'ur adimizdan xursand bo'ldim. Bolalarim ham shunday xursand bo'ldi. Men bilan birlikda bir programmaga chiqqanligidan haqiqatan bek xushal bo'lganligimni men his qildim. Shu munosabat bilan ya'ni bo'libmi shu chet eldagi onalarga bir ikki og'iz so'z qilishni to'g'ri ko'rdim. Balalar bizga haqiqatan omonat bo'lganimiz bilamiz. Endi menanki bu yerda yo'ritmoqchi bo'lganim balalarimiz bilan ko'proq paranglashsak, balalarimizni ko'proq tushunsak, ularning dunyosi haqiqatan bek go'zal. Bir onadan keyin uning bir farzandi bo'lgan yanida u hargiz yolg'iz emas, ham u hech qachon o'zini yo'qotib qo'ydigan yoki psixik jihatdan qalamqon boshqa bir ro'yi holatlarda izchil turib qolgan bunday holat bo'lmaydi. Chunki biz bolamizni tushunsak, bolamiz bilan sirdoshsak, paranglashsak, har bir kuni bolamizdagi bir o'zgarish xuddi mo'jizaga o'xshash Allohning insonni yaratgandagi bir ro'yi go'zalliklarni biz ko'ra olamiz. Bolalardagi samimiyat, bolalardagi insoniylik, axloq, ya'ni ro'yi poklik bu narsalar bizni qaytadan o'zimizni ruslashimizga, hayotga go'zallik bilan beqishimizga, nurg'un qiyinchiliklarni qaytadan yengib, oldimizdagi yo'lni nihoyat bir dag'dam holatda ko'rib bitalishimizga sabab bo'ldi. Shunga onalarga deydiganim, bolalaringlar bilan ko'proq paranglashish bilan birga ularni texnik yaxshi tushunishga urinib beqinglar degan bor. Haydi güzel tavsiye qildingiz. Men shunday suyunib ketdim tatlı gaplaringizdan. Çok sizlar, yaxshi gap qildimmi? Sen tushunamdan men. Tushunsiz. Qanday tushunaman? Masalan, ko'nglimiz yerim bo'lsa, biz sizga bilinmay qilsaqmi, siz tushunalasiz, bilalaysiz. Demak, cho'g'an gaplaringiz bilib qolmana. Mashda so'raydi, "Appa, siz qilgan gaplarimiz qanday bilib qolsiz? Nima o'ylayotganingizni siz qanday bilasiz?" deydi. Chunki men sizlarning apanglar, sizlarning nima o'ylaganinglar, nima qilmoqchi bo'lganinglarni men qarab bilib qolmay desam, bizmi cho'ng bo'lganda balimiz o'z bizim bilib qolamiz qashunda deydi. Qarimizim bilalaydi. Masalan, apam yana Twitter degan bo'lsa, ananiki ma'qul deb, lekin qig'isi yo'q, yana surtkisi yo'q. Sürtüp qolgan bo'lsa, sürtüp qolgan bo'lsa, ananikin sürtkisi yo'q bo'lganda apam ochganda turib bilalaydi. Apamızın keyni ko'zi bor ekan. Qarab qo'ygan ko'zi bormi, yo'qmi keyni? Bugün mana bu üç güzel bilan shunda ko'ngillik paranglaştık. Bularning oilasidagi muhitda shunda suyundim. Ekran oldidagi ko'rib turgan ko'rurmanlarmi shunda suyundi, menga o'xshashda xush bo'ldi deb o'ylayman. Shunday bir inoq oila ham bizning xo'shaligi, oila bizning barliq baxtimizningki manbasi. Sizlar bilan bugun paranglashganligimdan to'liq xushalman. Oilanglarga baxt, xushallik yor bo'lg'ay, tininglar salomat bo'lg'ay, apingiz lider bo'lg'ay. Rahmat. Sizning oilangizga xushallik tilaymiz. Men unda fayzi paranglashib baxmagandim, boshqalar bilan paranglashamaydim. Hozir paranglasha oladigan bo'ldim. Mumkin paranglasha oladigan bo'lsiz. Bugungi programmamizdan zo'q olgan ota-onalar bo'lsa, o'zining oilasining mushtaq tatlı hikoyalari bo'lsa, biz bilan o'rtoqlashishni umid qilamiz. Shunday qilib, bugungi suhbatimiz mushada oyoqlashdi. Kelar qitimliq suhbatimizni ko'rishaylik. Allohga emanet. Allohga emanet. O'zinglarni saqla.